qalimi kuchlik. Cho'nglar imtihonda yuqori numr olmasang bo'lmaydi deydi. Ammo meningcha bo'lganda 3 numr olsam kifoya. Bak o'tgansan. 60 numr olsang oran layoqatli bo'ladigan tursang, 3 numrli kifoya deysan-ku. 3 numrni salchoqlama. Basketbolda 3 numrlik to'ppa. Yana texi 3 numrga oid bir idiommi bor? Ha? Qanday idiom? Mushunimi bilmamsan? Bu yog'och taxtayga 3 numr deb yezib qo'yish deganlik. Bak omoqatgansan. Bu degan qalami kuchlik degan idiom. Ha? Yana xatolashibdi menda. So'zi nima degan rahat. Haras, mening kuchli bir cho'qing'ichim bor. U har kuni meni ko'gili keladi. U odam dalman shu. Atidan kashkicha mening harakatini do'rab zerikmandigandi. Xuddi ham vaqti g'azga o'xshash. Zerikmayman, xatotlikni mashq qilishni qat'iy davomlashtiraman. Kunda mushundaq mashq qilsangmi, dangni xattat Wang Shijiga yetamaysan. Sat bo'ldi. Wang Shiji degan dalman shu. Abla, xato so'zlab qo'yibdiman emasmi? G'oz suv uzganda bir chingib, bir bo'shishidi. Qiyofati to'limi salmoq. Bu xatotlik qilgandagi qalam ishiltish usuli bilan o'xshash. Voh, u g'ozning suv uzish qiyofatidan qalam ishiltishning prinsipini bilib oldi. Qaltiskan. Rastilla, bak qaltiskan. Ey g'oz, ajab, qirg'oqqa chiqib olibsan-ku. Nima ish qiladi? Ko'zingni yo'g'on echib, bu suvga bir qarab baqqina. To'limi xijilman. Har qitim xatotlik qilib, daryoning suyida siyohtanni yuyibdiman. Doim shundoq qilavergachga, bu daryoning suyi o'zgarib qonlab ketdi emasmi? Qutquzinglar! Bu g'oz tushsukum bo'lib qapti, qutquzinglar! Daryoning suyi qonlab ketibdi. Bu muhitni bulg'onliq bo'lmaydi deymi? Uzun o'tmay Wang Shiji bosh muhofizachi Sanqulliqqa tayinlanibdi. Xon biror joyga borsa, uni qo'g'dab billi bor ekan. Bugun ular shahar sirtiga sayli qilib chiqqan edi. Wang Shiji, bu yoq keling, so'raydigan gap bor. Qulluq. Oliylari, nima gap bor edi? Sizni xattatlikni mashq qilaman deb, tasavvur qilg'ilimi bo'lmaydigan ishlarni qilib yuriydi deb anglayman-ku. O'g'ilman deydiganmiz jafoga chidishimiz kerak. Qo'l yozmangizni ko'migili uzun bo'pti. Menga hozirning o'zida bir parcha yezib bering. Bosh ustiga hozirla yozay. To'xtab turing. Buningga yezing. Men buni saqlab qo'yay. Cheksiz uzun umr ko'mak. 4 xat. Bu xatni oliylariga sovg'a qilay. Yaxshi. Kelinglar. Chopsam bu xatni uyib chiqinglar. Wang Shijining qalbi haqiqatan kuchlikan. Xati taxtayga o'yganda cho'nqur ma'nida kizlibdi. Qalbi kuchlik degan idiomning ma'nosini endi tushungansizlar. Wang Shijining qalbi taxtayga cho'nqur petib ketgan. Buni bir mo'jiza deyishga bo'ladi. Buni uning tirishchiligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Bu ibora hozir tushuncha va o'y fikrning noyat cho'nqur va mukammalligiga qartildi.